Uy, namuncha sovuq, hozir soqochda qaltirab qolaman. Mana hozir 1-2 ta qorlarni olib tashlasam, yaxshi, ajoyib. Va mana bu yerlarni ham. Okey. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Frezboy va meni kanalimga xush kelibsizlar do'stlar. Agar sizlar bu videoga bosib kirgan bo'lsanglar, hoziroq menga like bosinglar, bo'lmasa men mana bunaqa qorlarda qotib qolaman. Akalar qishlog'imizga qor yog'yapti, ko'rishingiz mumkin. Yog'ganda ham oddiy qor emas, juda ko'p qorlar yog'yapti. Buni qaranglar. Jetlar uylarga kiringlar, sovuqdan o'lib qolmaysizlarmi? Yo, Johnson, bu qorlar hali beri tugamaydi-ku, nima qilsam bo'larkin? Johnson, oyog'im. Shu qor payti umuman hech narsa yoqmayapti-da. Uyimni ham atrofini olib qo'yay, hozir mana qorlardan tozalab qo'yishim kerak betlarni. Mana bu yerlarni ham, mana bu yer. Yaxshi. Mana bu yerda ozginasini bo'lar. Mazza-ku, lava issiqligini qaranglar. Baribir ham agar mana shu lavadan uzoqlashsam, juda sovqatib ketyapman akalar. Hoziroq sizlar meni kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, men tezroq pechka olardim va isinib o'tirardim. Mana bu pechkalarni yoqishim kerak. Akalar, bu pechkalarni hozir olamiz va bularni tezroq uyimizga olib kirishimiz kerak bo'ladi. Johnson, nimaga bu yerga qo'yib qo'yapman? Okey. What the hell? Nimaga ish uyga kirib bo'lmayapti? Okey, ajoyib. Va mana bu pechkalarni o'rnatishim kerak. Tak, bittasini kelinglar, bittasini mana bu yerga, bittasini bo'lsa mana bu yerga o'rnatamiz. Ajoyib. Ana endi bularni yoqish kerak. Buning uchun bolalar bizga ko'mir kerak bo'ladi. Hoziroq men shuning uchun ko'mir qidirishga tushib ketaman. Ungacha akalar, sizlar meni kanalimga obuna bo'lib tashinglar hoziroq. Yangi yil yaqin. Yangi yilgacha meni maqsadlarim tezroq kanalimda 1000 ta obunachi yig'ish. Sizlar hozir meni kanalimga obuna bo'lib, tezroq 1000 ta podpischik yig'ishga yordam berib bo'ladi. Johnson, namuncha sovuq bu yer. Sovuqligini qaranglar. Balki men yerda oldiga kirib ustimga kurtka so'rab ko'rarman, nima deysizlar? Davayte, nimaga yo'q, mayli so'rab ko'ramiz. Faqat bersa bo'ldi. What the fuck? Mer akamni uyiga nima bo'lib ketdi? Johnson, mer nimalar qilyapsiz? Uyingiz namuncha sovuq, Johnson. Kefres, qaraysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nimaga sovqatmayapsizmi? Albatta sovqatyapman va hech qayerda pechkalar yo'q. Va kechga yaqin juda sovuq bo'lar ekan. Bunga biz tayyorgarlik ko'rmaganmiz. What the fuck, mer akam, nima bu? Uyingizni qarang, nima bo'ldi? Johnson, Grifer kelib portlatib ketdi va men uyimni qaytadan quryapman. Johnson, uyingiz juda ham sovuq-ku, pechkalar ham yo'qmi? Yo'q, pechkalar tugab qolgan. O'zini kelganding. Mani uyimda 2 ta pechka bor edi. O'sha pechkalarga ko'mir olib kelishim kerak. Menga kurtkalar bera olmaysizmi? Kurtkalarmi? Borga borib ko'rchi, balki u yerda bordir. Okey. O'zingiz ehtiyot qiling, men esa sovuqqa chiqaman yana. O'zi uyingiz ham ko'cha bilan bir xil ekan sovuqligi. What the fuck, sovuqligini qaranglar buni. Jo'rsa hozir muzlab qolaman-ku akalar. Ishqilib omborda bo'lsin-da kurtkalar. Qani tepadami? Yo'q, menimcha pastda bo'lsa kerak. Johnson, tepadan ham omborga sovuq tushib ketgan akalar, buni qaranglar. Mana yerdan qor tushyotibdi. Johnson, qorlarni qaranglar. Qani? Kurtkalar bor ekan, bu juda ham yaxshi. Qor solib ketamiz bolalarga. Agar kimdir o'ynamoqchi bo'lsa, bu qishda kim qor o'ynaydi bilmadim, lekin. Johnson, nima? Ishton qani Johnson? Buni qaranglar akalar, qishloqlar hamma kurtkalarni kiyib ketgan va menga qoldirgan kurtkalarni qaranglar. Mana shu juda issiqgina ekan va mana bu nima? Ajoyib. Va oyoq kiyim ham bor, lekin ishton yo'q akalar. Va mana bu shil ham qanaqa ekan? Menimcha mana shunisi yaxshiroq, lekin buni hozir emas. Kechga yaqin kiyaman. Hozir esa mana shu turaversin. Buni esa bu yerga qo'yib ketamiz. Okey, ana endi ancha menga qulayroq. Bola, bilaman sizlar meni kanalimga hali ham obuna bo'lmasdan kuzatyapsizlar. Johnson, bu nima degan gap? Hoziroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, bo'lmasa men sizlarga qor otib tashlashim mumkin. Mayli bolalar, tezroq
isinishga ko'mir topib kelsam, uyda isinib o'tirardim. Jinsu qishloqlarni qaranglar, hammasi bitta joyga yig'ilib olgan. Qayerda bor edi-ya? Mana shu yerda bor edi. Okey, bu yerda mana ko'mirlar. Jinsu tushganimdan bu yerim juda ham sovuq ekan. Tez ko'mirlarni olib uyga ketsam juda ham zo'r bo'lar edi. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi endi. Okey, olamiz. Iloji boricha ko'proq ko'mirlar olganim yaxshiroq. Nimaga desanglar, ko'proq olsam va bu yerga qaytib kelmasdim. Menimcha 15 ta ko'mir bizga hozirchalik yetadi. Bemalol uyimni isitib o'tirishim mumkin. Okey, tezroq. Ajoyib, va yetib keldim uyimga. Qani ochamiz va bola pechkalarni yoqsak bo'ladi ana endi. Okey. Jinsu axir pishirishga ham narsa olish kerak-ku. What the fuck? Nimani pishirishim mumkinmi? Jinsu bu yerda hozir qo'y yoki nimadir topish qiyin. Shuning uchun biz daraxt pishirsakmi-kina? O'zi daraxtni pishirib bo'ladimi? Jinsu, mana yana sizlarga problema. Hozir men o'rmonga borib, qo'ylarni ham topib kelishim kerak. Mana bu yerda bitta sigircha bor ekan. Okey, mana bu yerda yana bitta qo'y. Ajoyib, masanga. Yaxshi. Ajoyib, mana bu yerda cho'chqalar bor ekan. Mayli, cho'chqalarni olsakmikan yoki olmasakmikan? Mayli, olmay qo'yaveramiz. Va bu yerdan boshqa hayvonlarni qidirishimiz kerak bo'ladi, akalar. Okey, ajoyib. Jinsu, bolalar, menimcha uyga qaytishim kerak. Oyog'imdan ham suv o'tib ketdi, ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, oyoq kiyimimda ichiga o'zi suv to'labdi. Men bo'lsa qishda shamollab qolish xohlayman. Shuning uchun hozir tezroq uyga borishim kerak. Namuncha sovuq o'zi bu. Mayli, bitta qo'y go'shtini ham pishirib turaramiz endi. Nima bo'lsa ham, balkim cho'chqacha o'ldirarman. Mayli, kerak emas cho'chqa. What the fuck? Qishloqlarni qaranglar. Qishloqlar nima qilyapsizlar hammalar bitta joyda? Bizga pechka kerak, tushunayapsanmi? Pechka bo'lmasa sovuqdan o'lib qolishimiz mumkin. Pechka qayerdan topishimiz mumkin, friends? Men ham bilmadim. Bilsam aytaveraman sizlarga. Pechka menda bor, lekin pishirishgan narsa yo'q, Jinsu. Agarotimga ham qarab qo'yishim kerak, faqat hozir emas. Okey, yaxshi. Va qani mana bu yerni isitamiz. Uyim mana endi isishni boshlaydi. Qanday mazza akalar. Mana bu yerda ham yoqib qo'yaylik, tezroq uyimiz isiydi. Qani edi shu o'chib qolmasa ajoyib zo'r bo'lardi. Notebookimga kim telefon qilyapti? To'xtanglarchi. Hozir hamma narsani inventarimga qo'yib olay va mana bu shapkani ham yechib olsam bo'ladi. Alo, kim bu? Merman, friends. Ishdaman, nima gap? Bizga sen yordaming kerak. Qanaqa yordam? Meni oldimga kela olasanmi? Bora olaman. Tezroq kel. Xo'p, mana boryapman. Jinsu, ungacha uyim isib turadi, ajoyib. Uyim issiqqina bo'lsa zo'rda, qor yog'sa ko'chada kamiga. Ajoyib akalar. Mer hali ham uyini tuzatib qo'ymabdi. Uyingiz namuncha sovuq, Mer aka. Seni uying issiqmi? Da, xohlasangiz yuring meni uyimga, lekin hozir pechkam o'chadi meni. Tushunarsan. Mayli, men senga kreativlik beraman. Va qishlog'imizni issiqroq qila olasanmi o'zing? Da, qila olaman. Kreativlik bering menga. Hozir faqat ko'p o'zingga pullar olmaysan, xo'pmi? Mayli, video olyapman. YouTube'ga ham qo'yaman. O'zingiz ko'rasiz, Mer aka, xo'pmi? Xo'p. Qani kreativlik beringchi? Ana, kreativlik berdim senga. Rostdan ham, menda endi kreativlik rejimi bor. Ajoyib. Ana endi mana bunaqa kurtka ham olsam bo'ladi o'zimga. Issiqroq turishim uchun, Mer aka, o'ylamang, o'zimga yana ortiqcha narsalar olmayman. Okey. Faqat tezlashgan. Hozir qarang, sizni uyingizni ta'mirlashdan boshlaymiz. Obunachilar, o'zi sizlar meni kanalimga obuna bo'ldinglarmi? Agar sizlar hali ham meni videoyimni ko'rib turib like bosmagan bo'lsanglar, bilinglarki, что sizlar g'irt yomon bo'lasizlar, qarochi. Okey, ana shunday va mana shunday. Va mana bu yerlarni bunday qilib qo'yamiz. Va o'zi umuman olganda-chi, sizga mana bu oyna umuman kerak emas. Mana kichkina ikkita oyna ham yetadi sizga.
bu yerdan olib tashlaymiz va bu yerga divan qo'yib qo'yishimiz kerak. Okey, mana bratim qordim maza qilib ko'rib o'tirasiz. Uy qani sovuq-ku. Hozir uyingizni isitamiz, qarang. Uyingizni isitish uchun bizga nima kerak bo'ladi? To'xtang, men undan oldin bitta ish qilib kelay. Butun qishloqqa qor yog'ishini to'xtatishim kerak. Uni qanday qilib qilaman deysizlarmi? Hozir ko'rasizlar akalar. Biz poiskga yozamiz steklo. Mana shu steklodan olamiz. Jinsi nimaga olinmayapti? Mana bu yerga qo'yadi-ku jinsi. Okey, mana shuni olamiz. Keyin esa mana shumidi yo bumidi? Tak. Balkim shudir. Qani hozir. Yoki bu emasmi? Yo'q, bu emas. Balkim budir. Bunday ochib qo'ysak. Daniya bu emas. Oy, da shu ekan. Qaranglar, biz hozir qishlog'imizda polni steklolar bilan o'rashimiz kerak. Mana shunday tepadan bitta ko'taramiz. Ajoyib akalar. Buni qaranglar chiroyliligini. Wow, ajoyib. Xuddi kosmik kemaga o'xshaydi. Bunga qarasanglar ham o'sha chotga. Ajoyib. Chiroyli ko'rinib turibdi, ha? Wow, Jonsu, men uyim o'ralmabdi-ku. What the fuck? Mayli, uyimni qaranglar, boshqacharoq qilib o'rab qo'yamiz. Ya'ni mana bu yerdan bitta olamiz va bunday qilib, Jonsu, nimaga buni o'rtasi ochiq? O'rtasi yopiq bo'lishi kerak edi. Hozir mayli boshqatdan qilib ko'ramiz. Mana endi o'rtasi yopiq. Bunday qilamiz. Tak, mana shu yergacha ham qilsak bo'laveradi. Vot. Bo'ldi. Va endi yonmachasiga ana jigarrang uyda ham kiritamiz. U yerda ham hozir qishloqlar yashayapti akalar. Avval bilasizlar, u yerda odamlar yashamas edi, hozir esa yashayapti. Okey, ana endi bunaqasiga ko'taramiz va eng oxiri mana bunaqasiga. Okey. Oppa. Ajoyib. Ana endi bizda uy ham o'ralgan. Faqat tepasini yopib olsam bo'ldi. Qaranglar, tepasini mana bunday qilib yopib olamiz. Okey. Oppa. Всё. Ajoyib. Bunaqa narsa ko'rmaganman umrim davomida. Qaranglar buni chiroyliligini. Okey, mana bu yerdan esa darvozacha ochib qo'ysak ham zarar qilmaydi. Ajoyib. Ana endi akalar, sizlar meni kanalimga bemalol like bosinglar bo'ladi. Ana endi bizning qishloq ancha tinch va qor yog'ishi ham to'xtadi. Va bu juda ham issiq. Bolalar pasini buzib qo'yibmiz. Mayli, hech narsa qilmaydi. Mayli, keyinroq tuzatib qo'yarman. Bunga mer gapirmasa bo'ldi. Ana endi uyimiz ancha issiqroq. Mayli akalar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Sizlar meni kanalimda qo'llab-quvvatlashda juda katta foydali tegyapti. Agar sizlar like bosgan bo'lsangiz, bilinglarki, sizlar eng zo'r mujik bo'lasizlar. Agar sizlar hali ham ko'rib like bosmagan bo'lsangiz, demak bilinglarki, sizlar o'shanda qasizlar. Mayli bola, keyingi videolarda ko'rishguncha like bosishdan chiqmasin.